Assalomu alaykum. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar fanidan vektorlarni qadam siklik siljitish algoritmi 3 marta teskaralantirish usuli mavzusi bo'yicha tanishib chiqamiz. Kirish va taqdimot mavzusi. Slayd lavhasi ma'lumot tuzilmasi va algoritmlar vektorni qadam o'ngga siklik siljitish. Taqdimotchi Mahamadqulov Abdurahmon. O'quv yurti Vatan yurti. Mavzu maqsadi: berilgan dinamik massiv vektor elementlarni qo'shimcha xotira ajratmasdan joyida in place va chiziqli vaqtda onen ichida o'ngga qadam sikli surish muammosini hal qilish. Ikkinchi slayd: muammoning qo'yilishi va algoritmik shartlar. Tafsir: nta elementdan iborat vektor va butun son berilgan bo'ladi. Vektorni o'ngga qadam sikli siljitish rotate kerak, ya'ni eng oxirgi ta element uzilib vektor boshiga muvofiq tartibda o'tishi lozim. Asosiy cheklov: amallarni bajarish davomida mutlaqo yangi yoki yordamchi qo'shimcha vektor ajratish taqiqlanadi. Maqsadli murakkablik: vaqt bo'yicha ON, xotira bo'yicha esa O1 talabini qondirish. Uchinchi slaydimiz sonni katta bo'lmagandagi optimallashtirish (KN moduli). Matematik qonuniyat: agar vektor o'lchami n ga teng bo'lib, siljitish qadami soni k aynan n ga karrali bo'lsa, masalan k teng barobar n, k barobar 2n, vektor o'zining dastlabki holatiga qaytadi va hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Modul amali: shu sababli har qanday ortiqcha aylanishlarning oldini olish uchun haqiqiy siljitishlar soni quyidagi formula yordamida optimallashtiriladi. K barobar k foiz n. Bu formula dasturni cheksiz va samarasiz sikllardan himoya qiladi. To'rtinchi slaydimiz samarasiz yondashuvlar va ularning kamchiliklari. Birinchi noto'g'ri usul elementlarni bittalab o'ngga surish va buni k marta takrorlash. Bu yondashuv ON emas k vaqtni oladi. Agar k katta bo'lsa, dastur sekinlashadi va time limited xatosi kelib chiqadi. Ikkinchi noto'g'ri usul yangi qo'shimcha vektor yaratib, unga elementlarni mos indekslab nusxalash. Bu usul tez ishlasada ON miqdorida qo'shimcha xotira talab qiladi va topshiriq shartini buzadi. Beshinchi slaydimiz 3 marta teskaralantirish reverse hiylasining asosi. G'oya: qo'shimcha xotirasi faqatgina elementlar tartibini teskari qilish reversiya orqali vektorni to'liq kerakli pozitsiyaga keltirish mumkin. Buning uchun butun bir chiziqli massiv ma'lum nuqtadan ikki qismga ajratadi va ketma-ket 3 ta maxsus teskari og'ish bosqichini amalga oshiradi. Har bir teskari og'ish amali massiv elementida joyida almashtirilgani sababli xotira esa O1 ga teng bo'ladi. Oltinchi slaydimiz algoritmning 3 ta oltin bosqichi. Birinchi qadam: butun boshli vektorning boshidan oxirigacha to'liq teskari tartibda o'rning indekslari 0 dan n-1 gacha. Ikkinchi qadam: hosil bo'lgan vektorning dastlabki katta elementini o'z ichida qaytadan teskari o'rning indekslari 0 dan k-1 gacha. Uchinchi qadam: qolgan barcha elementlarni, ya'ni k indeksdan to eng oxirgi elementgacha bo'lgan qismini alohida teskari o'rning indekslar k dan n- gacha bo'ladi. Yettinchi namunaviy kirish va chiqish testlari. Birinchi test namunasi: kirish n barobar 7 vektor 1 2 3 4 5 6 7 k barobar 3, chiqish 5 6 7 1 2 3 4. Ikkinchi test namunasi: kirish n barobar 5 vektor 10 20 30 40 50 k barobar 7, hisob 7 5 barobar 2 qadam siljitishga teng bo'ladi. Chiqish 40 50 10 20 30 bo'ladi.
Sakkizinchi slaydimiz C++ tilida dasturiy kod tuzilmasining birinchi qismi. Kutubxona include iStream include vector using num std elementlarni qo'shimcha xotirasiz joyida teskari o'girish funksiyasi void custom delivery vector int r int start int end bo'ladi. While started and endl int temp barobar r start barobar r endl barobar temp bo'ladi. Start plus endl bilan tugatamiz. To'qqizinchi slaydimiz C++ tilida dasturiy kod tuzilmasining ikkinchi qismi bo'ladi. Void rotate vector int r int k bo'ladi. Int n barobar r size bo'ladi. If n barobar return bo'ladi. K barobar k is n dan katta qadamlarni optimallashtirish bo'ladi. If k barobar 0 return bo'ladi. Birinchi bosqich to'liq massivni teskari qilish custom delivery r 0 n -1. Ikkinchi bosqich dastlabki kata elementni teskari qilish custom delivery r 0 k -1. Uchinchi bosqich qolgan elementlarni teskari qilish custom delivery r k n -1 bo'ladi. 10-chi slaydimiz to'liq amaliy kodning main qismi bo'ladi. O'zgaruvchilarni e'lon qilish va kiritish int n k if sin n return 0 bo'ladi. Int n k dasturda ishlatiladi, ya'ni ikkita butunli sonli o'zgaruvchilarni e'lon qilinmoqda. N massiv vektor elementlar soni k massivni nechta pozitsiyaga surish rotate qilish kerakligini bildiradi. If sin n return 0 foydalanuvchidan elementlar sonini n kiritish so'raladi. Agar kiritish jarayonida xatolik yuz bersa, masalan son o'rniga harf kiritilsa, dastur ishini darhol yakunlaydi. Ikkinchi anaqamiz dasturimiz dinamik massiv vektor yaratish va elementlarni to'ldirish. Vektor int rn for int i barobar 0 i katta n i plus sin r i. Vektor int rn foydalanuvchi kiritgan n ta elementdan iborat bo'lgan dinamik massiv vektor yaratiladi. For sikli 0 dan n-1 gacha aylanib, foydalanuvchi tomonidan kiritilgan har bir sonni ketma-ket massivning har bir katagiga r i yozib chiqadi. Surish koeffitsiyenti k va algoritm funksiyasi sin k rotate vektor rk sin k massiv elementini o'ngga yoki chapga necha qadamga surish kerakligi k foydalanuvchiga qabul qiladi. Rotate vektor rk bu slaydning eng asosiy qismi bo'lib, u tashqarida yozilgan maxsus funksiyani chaqiradi. Bu funksiya yaratilgan r massivini va surish qadami k ni qabul qilib, massiv elementining o'rniga massiv ravishda o'zgartiradi. 4-chi natijani konsolga chiqarish va dasturni tugatish. For int i barobar 0 i katta n i plus cout r in teng cout endl return 0. Ikkinchi for sikli algoritm elementlarini surib chiqqandan so'ng massivning yangilangan holatini ekranga chiqarish uchun xizmat qiladi. Har bir element orasidagi bitta bo'sh joy qoldiradi. Cout endl barcha elementlarni chop etilgandan keyin konsolda yangi qatorga o'tadi. Return 0 dastur muvaffaqiyatli yakunlanganini bildiradi.